Assalomu alaykum do'stlar. Kullasi borgani sar tabiiyki ko'pchiligimiz og'ir, yog'li taomlarni uncha xush ko'rmaymiz. Bugun sizlarga issiqligida ham, sovuqligida ham o'z xushxo'rligini saqlab qola oladigan baqlajondan ajoyib salat retseptini ko'rsataman. Baqlajonni 2,5-3 cm da kesib, kraxmal, tuz va suv solib yaxshilab aralashtirib 20 daqiqaga tindirib qo'yamiz. Idishimizga 3 qoshiq tomat, 1 osh qoshiq tuz va shakar, yarim osh qoshiq maydalangan murch va suv solib yaxshilab aralashtiramiz. Yarim osh qoshiq uksuzni qo'shib, 2 dona sarimsoq va 1 dona pomidorni qirg'ichdan chiqarib olamiz. Sousimizni yanada mazali va xushxo'r qilish uchun qizil va ko'k bulg'or qalampirini yarim bo'lakdan maydalab to'g'rab solamiz. Sousimizga va taomimizga ketgan mahsulotlarni to'liq grammajlarini izohlarda yozib qoldiraman. So'nggi ishimiz ozgina ukropni mayda qilib to'g'rab solamiz. Bu usulda tayyorlaganingizdan so'ng juda ham mazaligidan bemalol non botirib yesangiz ham bo'ladi. Ana endi baqlajonlarni suvdan olib, quruq salfetkada ikki tomonini yaxshilab artib, qizdirilgan yog'da ikki tarafini bir xilda tillarang qilib qovurib olamiz va issiqligida idishimizga suzib, ustidan sousini quyib chiqamiz. Baqlajon esa issiqligida sousni o'ziga shimib, ajoyib ta'm hosil qiladi. Yozning issiq kunlari albatta inson ochiq havoda taomlanishni xush ko'radi. Sizlarga O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan Trade firmasini issiqqa va sovuqqa juda ham chidamli va juda ham baquvvat bo'lgan stol va stullarni tavsiya qilib qolaman. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa kommentariyada fikringizni kutib qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rgan vaqtingizga rozi bo'linglar.